Oshno, Termizda biznes klass inomarka bor yo'g'i oyiga 2.875 ming so'mdan 3 yil muddatga Cherry'ni Arizo 8 nima deyapti? Videoga bitta dirs laykni bosasiz, men uni batafsil tushuntirishga ketdim. Bu mashina Cherry'dan Arizo 8 gibrid avtomobil. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilib layk bosib qo'ying. Siz bu mashinani oylik to'lov 2.875 mingdan 3 yil muddatga xarid qilishingiz mumkin. Oshno, mashinaga o'tirishingiz bilan biznes klass mashinada ekanligingizni 100% his qilasiz. Mashina to'liq yoqilg'i va zaryadka bilan 1400 kilometr masofani bosib o'tar ekan. Ishonasizmi? 1400 kilometr a? Men uchun eng yoqqan joyi mana bu joy bo'ldi, qaranglar. Слушай, Открой люк. хорошо. Mashinaning ichi juda ham keng. Yana bitta yoqqan tarafi sidenani upravleniyasi xuddi Mercedes-nikidek. Dvigateli 1.5 turbina, gibrid motor, naqd 347 ta ot kuchi. Oshno, agar sizga bu mashina qimmatlik qiladigan bo'lsa, hamyonbop Tiggo 2 Pro'ni maslahat beraman. Agarda Murod Oshno nomidan borsangiz, sizga 25 million so'mgacha chegirma qilib berishadi. Bu mashinaning eng qiziq tarafi shahar ichida bor yo'g'i 5-6 litr benzin sarflaydi. Oshno, har xil taklifni berdim. Tanlov endi o'zingizda.